2023-yilda ishlab chiqarilgan Labo mexanika. Rangi Darkman Blue. Kraskasini albatta o'zingiz uchun tekshirib olasiz. Motor hadovoy zatning o'zida ishi yo'q do'stlar. Xohlang aytib o'tgandan keyin ralli, xohlang avtomobilni qilib olasiz. Balonlari yaxshi holatda. Bu mashinani to'lovga olib qolganman, ya'ni 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mexanikaga. Qolganini avtokredit qilib berganmiz. Xuddi sizga mana shu variantni tavsiya qilishim mumkin. Sizdagi bosh to'lovga deylik Matiz, Damas, Nexia 2, Nexia 1 mashinasi bo'lsa, bosh to'lovga olib qolgan holatda o'zimizdan kelib chiqqan holatda o'sha bank asosida qilib beraman. Mana shu 2023-yilda ishlab chiqarilgan Labo 66.000 probeg. Kraskasini albatta o'zingiz uchun tekshirib olasiz. Holati yaxshi. Kuniga где-то shu 80.000, 76.000, 85.000 atrofida tushadi. Kunlik to'lovlari. Bundan tashqari sotuvda boshqa mashinalar ham bor. Keling, ko'ring, tepasida savdo qilamiz. 65 talik metani ham bor do'stlar. Mana shu ko'rib turgan mashinada.